Men ketdim ishga. Uyda ro'zg'orda hech narsa qolmabdi. 2 dona kartoshka qolibdi xolos. Qaytishingizda bozorlik qilib keling. Mayli, xudo xolasa harakat qilaman. Yaxshi o'tiringlar. Aka, ish bormi? Ha, ish bor, o'tiringlar. Aka, ish tugatdik. Bo'ldi, mana shu kelishganimizda 100 ming xizmat haqingiz, rozi bo'ling. Rahmat kattakon aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Rahmat. Turibsizlarmi? Charchab ketdim bugun. Bozorlik qilib kelmadingizmi? Bolalaringiz ham maktabdan kelib och o'tirishibdi. Yo'q, qilolmadim. Bitta tanishimni ko'rib qoldim. Sinatilla? Do'st, Assalomu alaykum. Sizamsiz? Yaxshimilar? Ha, do'st, qayerga shoshib ketyaptilar? Qizim kasal bo'lib, infeksionaga tushib qoldi. Dori yozib beradi, aptekaga kirsam 170 minglik bo'ldi. Yonimda 80 ming pul bor ekan. Qolgan birortadan olib turaman deb shoshib ketib turgandim. Ha, yo'g'i, Alloh shifo bersin, tuzalib ketsin. Kakas yonimda 100 ming so'm pulim bor edi. Mana shuni oling-da, o'sha dorilaringizni oling, do'stim. Yo'q, o'zingizga kerak bo'lib qoladi. Yo'q, birinchi o'rinda farzand sog'lig'i. Olavering, menga kerak bo'lmaydi. Rahmat kattakon, ko'rishamiz. Sog' ol. Shunga pulim qolmadi, yonimda qila olmadim bozorlik. Ha mayli, yaxshi ish qilibsiz. Farzandlari sog' bo'lsa bo'ldi. Unda qo'shnidan ozgincha yog' olib chiqib, o'sha kartoshkani qovurib turaveraman. Ha, shuni qiling, o'shani qovurib turavering. Ukam. Kelinglar balla. Aka, ozgina ehsonimiz bor edi. Mahalladan so'radi, qiynalgan o'yinlar sizlar deyishdi. Mana shular olib qo'yasiz endi. Yo'q, qo'yavering, aka. Yo'q, aka, buni olib qo'yasiz, ehson bu. Kiringlar, metga qo'yinglar bo'lmasa. Bo'ldi. Rasululloh aytadilar, bir musulmon oilaga xursandchilik kiritib qo'ysa, bu xursandchilik kiritgan kishi uchun jannatdan boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi. Aka, hammasi bo'lib 1 million 170 ming so'mlik bo'ldi. Mana shuni olib qolasiz. Aka, hozir kassadan zat chopib chiqaman. Aka, bu qalbaki pul ekani, aka mana buni olmagin deyishdi. Ha, haqiqatan falshif ekan. Birosdan aka zaklatga berib ketdi bu pulni. Balla tekshirib olmabdi-da. Undan olib olavering. Bo'ldi. Kiraver. Labbay xo'jayin chaqirtirgan ekansiz, tashlaymidi? Hali menga bergan puling falshif ekan. Kimdan olding? Qani? Haqiqatda falshif ekan. Bugun faqat bir kishidan dollar olib qoldim, xolos. Endi men tekshirib olmaysan, olib turganda rasmga oldingmi egasini? O'sha paytda odam ko'payib ketadi. Shoshilinchda men ham shunday olib qolibman. Hozir hal qilaman, xo'jayin. Aka, hali bergan pulingiz ichidan bittasi falshifga chiqdi. Qanaqasiga? Men u pullar bankdan olganman-ku. Qaysi bankdan olgansiz aka? Hozir men nomerini berib tekshirtiraman. Ha, uni 1 yil oldin olganman men. Aka, yolg'on gapirmang. Shuni boshqasiga almashtirib bering. Men xo'jayinlardan gap eshityapman, aka. Sen meni kim ko'ryapsan? 100 dollarga yolg'on gapiramanmi senga? Aka, ortiqcha gap kerak emas. Stanoyda olgan kelganingizda qolganini gaplashamiz. Ha, bo'pti, xo'p. Keyin nima qildilar, ya'ni fashifga dollardi. Tegishli joylarga berib yubordik. O'zlari barmog'ingizda aniqlab olishar ekan kimga tegishliligini. Qo'lingizda aniqlasa bo'lar ekanmi? Aniqlasa bo'lar ekan. Bizga ham muammo kerak emas, shuning uchun topshirib yubordikda. Uka, agar turgan bo'lsa alishtirib beraman. Aka, o'sha paytda vaqtida tanilmadingiz-ku. Endi tegishli chorani o'zlari ko'rishaveradi. Olmani qaytish kerak, meni joyimga qo'yib olsan. Qanaqasiga san joyim ular, shu yerda turadi. Men mana shu yergacha qo'yadi, meni joyimga qo'yib olsan. Ol olsan. O'zing joying kerak, shu yerda turadi bu. Ol deyapman senga. Qanaqasiga san joyim bo'ladi? Men har safar chekka qo'yaman. Qanaqasiga har doim sen shatga qo'yasan? Mana u yilgangacha meni joyim, aql seni joying hisoblanadi. Qanaqasiga? Mana chiziqda hisoblanadi. Shuni aql saniki, bu meniki. Qanaqa batdan hisoblanadi? Akalar, haldan shaxs kuzatib kelyapman. Bir qarz joyga talashning, aralari yetmasa bu. Bor, aralashma, o'zi sen yetmay turib. Bor yo'q. O'zinglar ham bilasizlar-da, bilganlaring qilinglar. Ol deyapman, yaxshilik olmaysanmi? Buni olmayman, qo'lingdan kelganini qil. Sen bilan boshqa joyda gaplashamiz. Agar senga 15 sutka olib bermasam, ismimni boshqa qo'yaman. Xohlagan joyingda gaplashamiz sen bilan. Alo. Assalomu alaykum, o tog'a. Jiyam bormisan? Muncha ko'tarmaysan telefoningni? Ha, majlisda edim-da, o'shancha ko'tara olmay qoldim telefoningizni. Bozorda yonimda sherigim joyimni olib qo'yaman deyapti. To'g'ri tushuntirsam, jo'ra so'kib yoqamni olib tashlab, uraman dedi, yonimda sheriklar ajratib qoldi. Bironta chora ko'r meni shunga. Tog'a, yana shunaqa muammomi? Ay, yana shunaqa muammoda nima qilay? Ha, yoqingizdan olib sizni so'kib tashladimi rostdan? Ha, to'g'ri, yoqamni olib, so'kib uraman deb turadi. Ha, bo'pti, kelib ariza qilib bering, chora ko'rarmiz. Ha, bo'pti, bor ariza yozib beraman. Xo'p. Aka, 1 minut. Shuni ukam kelib ekan, gaplashib olsam bo'laveradimi? Ha, bo'pti, tezlashing. Ha, tuzaymisan? Ha, aka, nima bo'ldi? Sut 15 sutka emas, 10 sutka berdi. Ko'rmaysanmi, tuhmatga qoldim.
Jasurda Alloh jazosini bersin. Bag'iga endi savdoga o'zing hushyor bo'lib qarab turasan. Jasur agar u bu narsa deydigan bo'lsa, parvo qilmasdan ishingni qilaver. Xudo xolisa 10 kunlarda qaytaman. Gapimni tushundingmi? Tushundim aka. Bo'pti, siqilma. Hammasi yaxshilikka. Xudo xolisa ko'rishamiz. Ha aka, siqilib o'ylanib qolibsiz, tinchlik. Hechlar o'xshamayapti. Topgan pulimda baraka yo'q. Uni ustiga savdo ham yo'q. Shu boshim qotib qoldi. Nima qilay deb. Ha aka, mayli, siqilmang. Hammasi yaxshilikka. Mashinada yurib ham bo'lmaydigan olib ketdi. Asabingiz buzilaveradi hali. Bu yana signal cholyapti. Qayta signal cholish ko'rsatib qo'yaman bunga. Ya aka, nima qilasiz? Asabingizni buzib tortishib, ketdi, haydang. Aralashma mashinaga chiqib o'tiribdir. Yana sanmi? O'tkazib pavorot yoqmay asabimni buzoding. Bu safar arqamdan kelib signal chol asabimni buzyapsanmi? Nima atela qilyapsanmi menga qara? Nima ataylab qilaman? Tezsiz yuring deb signal cholyapman-da, otog'am. Zanga yozib yuraman, sariq yonishimda sira signal cholasan, ishtirok etsan sen to'lab berasanmi? Bo'pti, ketaveram aka, uzr. Uzr so'ramaganda sen bilan boshqacha gaplashardim. Bo'ldi, o'tar, aralashma. Tezroq yuring aka, shoshib turibman. Sen men bilan hazillashasan, hozir signal choma deb turib, yana cholyapsan. Buni Qo'li zaman. Buqal. Mana shu rubl pul boshingga uraman, endi signal cholmaydigan bo'ldi. O'ram aka, nima qilganingiz bu? Olib keraverdimi? Men qanaqa ketaman? Qanaqa ketishini bilmadim. Bundan keyin signal cholmaydigan bo'ldi. Mana shu videoni arqadan kelib signal cholaydiganlarga jo'natib qo'yasizlar. Lobimdan chiqmas, rul pulini sug'urib olaman. Aka, siz menga kecha 12 da kelaman degansiz. Hozir o soat 12 dan 10 ta o'tdi. Kelib qoldingizmi? Ha, aka, kelib qoldim. Mana ko'changiz boshidaman. Ha, bo'pti, tezlashing bo'lmasa. Hormanglar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, muncha qolib ketdingiz. Sizga men erta ishlar ko'rsatib qo'yib ketishim kerak. O'rtag'im ham sizni deb kutib qolishdi. Zo'r akalar, yarim yo'lda aksiga olib velosipetimni damich ketib qoldi-da, o'shanga 10-15 minut kech qoldim. Velosipetingiz damiga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Yuring tez-tez, men sizga ishlar ko'rsatib qo'yib ketishim kerak. Mencha bechora velosiped tezilib qolib, bizcha kechga qolganiga do'q qilishingni qara. Bularga mana shunday muomala qilmasang, o'zini ishini bilib qilmaydi-da. Yur, undan ko'ra ketdik. Alo, assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Akajon, bugun 2 da ko'rishmoqchi edik. O'shanga necha vaqt o'tib ketib qopti, kelib qolmadingizmi? Ozgina ishim bor edi, bo'shab o'taman, maylimi? Ha, bo'ldi, bemalol akajon. Ishlaringizni bitirib kelavering, men sizni shu yerda kutib turaman. Ha. Yani akaga telefon qilchi, 1 soatdan beri kutib turibmiz, kelmayapti-yu. Endi ular katta odamlar. Ha deb telefon qilgani ham xijolat. Birpas kutib tursa, hozir kelib qolishadi. Jiddiy ishlar ko'payib ketib, sizlardan kutib turib qo'ydim, uzr-a. Yo'q, bexijolat akajon. Ish qilib ishlaringizni bitirib oldingizmi? Ish qilayotibdi, tugarmidi. Sizlar kutib turib qo'ymadi, kelyapman deb. O'zi nima masalada chaqiruvdiling? Shutsiz, akajon, bizda bitta biznes plan bor edi. O'shanga gaplashib olganimiz yaxshi bo'ldi. Yaxshilikka yaxshi-yu, lekin seni feelingga hayron qoldim. Nimaga? Bitta oddiy kambag'al usta 15 minut kechga qolganiga qanaqa jirkib tashlading? Bitta boy akani 1,5 soat kechga qolib kelsa, indamay gapirolmay o'tiribsan. Endi bu feeling bilan kambag'al bilan boyda ajratyapsan-da, qoyil qolmadim senga. Internetda bitta video ko'rdim. Pavorot yoqmagan shopirni borib, pavorotnigini sug'urib olibdi. Oma boplabdi, o'sha. Yo'q. Azimjonga telefon qilinglar, kelishida karta olsin. Zo'r akalar, endi kechga qoldim. Hech qisi yo'q, karta olib keldingizmi? Ha, hozir olib keldim. Bo'lmasa 10 ta qo'lga to'g'rilang, ichida bittasi tuz bo'lsin. Tuz chiqqani pulga qolaveradi, har doimgidek bo'laveradimi? Sen birinchi tort, ikkita qo'lga o'ynagansan. Jamshid torto'rz o'ynab ikkita qo'l, olinglar. Oling birinchi. Bana tuz menga chiqdi, yig'oringlar. Sizniki bir qo'lmi? Ha.
Ukkaxondagi 2 qo'l kam bo'lib qoldida-mi? Ye ayibxon, siz 3 qo'lga berishingiz kerak, ikkitasini qachon berasiz? Aka men 3 qo'l o'ynamayman. Oldingi ikkita gapga bergan pulimni ham qaytarib beringlar, 1 qo'l o'ynayman. Qanaqasiga ular bo'lmaydi. Endi qachon sizga gap chiqsa, o'shanda qaytarib beramiz. Men bilmayman, sizlarga berganman. Qaytarib beringlar buni. Ku gapni qonun qoidasini bilasizmi o'zi? Hozir noto'g'ri ish qilyapsiz. Yo'q, hozir bergan pulingiz bilan qatdan qilib beradi. To'g'ri. Bo'lmasa mana qilaylik, bergan 200 dollarni qaytaring. Bularga 1200 dollar bergan ekansiz. O'sha pulni hozir men sizga beraman. Bular bilan o'zim kelishib olaveraman. Bizni gapda orqaga tashlagan ballaga joy yo'q. Pulni olingda turing, suring. Mana shu videoni gapda orqaga tashlaydigan ballaga sekin jo'natib qo'yasizlar. Citydan kvartira oldim. O'sha yerda remont qildirish kerak edi. Tanish usting bormi? Ha, bor. Remont qilish kerakmidi? Ha, remont qildirish kerak. Vaqtingiz o'sha yerda remont qildirib ber. Bo'ldi, xavotir olma, ertaga yo hal qilaman. Yaxshi bo'ladi. Ketib turganimizda eslatsak, mashinadan uyni kalitini olib beraman. Hammasini hisoblab chiqdim. 200 kvadrat chiqyapti. Kvadratini nech bilan qilib berasiz? Hozir hamma joyda 110 mingdan uryapmiz. Siz o'zimizniki 100 mingdan bersangiz ham bo'ladi. Aka, bu yoshlikdan birga katta bo'lgan yaqin o'rtog'imning kvartirasi. Shuni 60 dan qilib bering. Xursand bo'lsin. Begona emassiz-ku. O'rtog'im deng. 60 dan to'g'ri kelmaydi-yu. Uzog'i bilan 70 mingdan qilib beraman. Ha, bo'ldi. O'zingiz chiroyli qilib berasiz. Ertadan ishni boshlayvering. Mayli. Bo'ldi. Usta bilan gaplashdim. Ertadan kelib ishni boshlar ekan. Ha, yaxshi bo'pti-da. Nech bilan qilib berar ekan kvadratini? O'zi ko'chada 150, 140 mingga qilayotgan ekan. Hammani tanishim bo'lgani uchun 120 mingga qilib beradigan bo'ldi. Zo'r bo'pti. Obshiq qanchaga tushyapti? Shu 200 kvadrat chiqdi, 24 million bo'lar ekan. Ha, bo'ldi. O'zing tepasida turaman, shu uyni bitirib ber. Bilasan, ishda odamman, vaqtim bo'lmaydi. Pulini beraman ertanda. Yaxshimisan? Tuzaymisan? Charchamayapsizlarmi? 24 million pul, 1900 dollar pul bo'lar ekan. Shunday. Mana shuni ustiga berib bersan. Bo'ldi. Shoshib turadi majlisga. Ko'rishamiz, telefonlashamiz. Charchamanglar. Tak, 1200 bo'lar ekan. Menga 700 qoladi. Chiroyli chiqibdi. Sizga yoqdimi? Ha, ma'qul. Aytgancha, o'rtog'im xizmat haqqingizni berdi. Mana. Bu yerda qancha? O'sha kelishganimizda 70 mingdan kvadratiga 1200 dollar. Bo'ldi-da. Rahmat. Ana ustalar ketdi. Uyni kalitini nima qilay? Yo'q, uyga mebel ham yasaymiz. Mebel yasaydigan tanish usting bormi? Bor tanishim. Mebelni ham yasatamizmi? Ha, chaqir, oshxona, yotoqxona, mehmonxona mebellarni yasab bersin. Bo'ldi, chaqiraman. Bo'ldi.